har bir investitsiya bilimga asoslanishi talab etiladi. Chunki investitsiyaning samaradorligini yadrosi bilimda yotadi. Bu investitsiya kiritilishidagi eng yuqori ahamiyat kasb etuvchi jarayon hisoblanadi. Chunki investitsiya qanchalik bilimlar bilan boyitilsa, uni samaradorligi shunchalik oshadi. Investitsiya qabul qilishda ham, xususan tashqi qarzlar masalasida ham shu narsani e'tirof etish mumkin. Ya'ni rivojlanayotgan mamlakatlarga kapital oqimini yo'naltirishayotganda ko'proq hozir mamlakatlarda urf bo'ldiki, o'sha tashqi qarzga mamlakatlarni undash holatlari, ya'ni rivojlanayotgan mamlakatlardan manfaat talab qilish holatlari yuz beradi. Shuning uchun qabul qilayotganda investitsiyani qanchalik investitsion loyihalarni bilimli kadrlar boshqaradigan bo'lsa, samaradorligi yuqori bo'ladi va bu mamlakat tashqi qarzdan qochadi va narigi mamlakatni propaganda maqsadlarini yo'qqa chiqaradi.